Bugun men sizlarga bir inson voqeasini gapirib berib o'tmoqchiman. Bu inson hozirgi kunda qimor qaramligiga uchragan, qimor qaramligidan chiqish arafasida yurgan inson haqida gapirmoqchiman. U inson o'ziga to'q oilada tug'ilgan. Ota-onasi boy odam bo'lgan. Rayonida ota-onasining 3 ta katta hovlisi bor. Farzandini yaxshi niyatda o'qitishadi. Farzandi bakalavriat bitkazadi, magistrlik darajasini oladi, qizil diplomga bitiradi. Meditsina sohasini bitkazib, o'z rayonasida ishlashni boshlaydi. Oliy toifali vrachlik darajasiga yetadi. U pulga muhtoj emas edi. U kambag'al emas edi. U o'ziga ega obro'ga ega bitta shaxsga aylangan inson edi. Qimor qaramligiga uchragan inson u oliy toifali vrach bo'ladimi, ilmli inson bo'ladimi, iymonli inson bo'ladimi, hammasini sindirar ekan. Bu inson haqida gapirar ekanman, men shuni tushunib yetdimki, qimor tuzog'iga tushgan odam o'y xayoli, fikri, shu miyasi o'yin ichida bo'lib qolar ekan. Men shuni tushunib yetdim. Bu inson haqida gapirar ekanman. Bu inson meditsinani bitkazib, vrachlik diplomini olgandan keyin o'zining rayonasida vrachlik faoliyatini boshlaydi, tajriba orttiradi. 17 yil mobaynida vrachlik sohasida o'z ustasiga aylanadi. Kasbini sevib, haloldan rizqlanadi. Chunki iymonli inson bo'lgan. Ibodatini tashlamagan, ibodat qilib, oilasi bor, farzandlari bor. Rayonidan ketib, viloyatda borib, vrachlik sohasida o'z ustida yana ishlashni boshlaydi, rivojlanadi, tajriba orttiradi. 17 yillik tajriba mobaynida viloyatda 2 ta kvartira sotib oladi. O'ziga 2 ta shaxsiy mashina sotib oladi. Hayoti go'zal, oilasi bilan baxtli insonlardan bittasi edi. Qimor olamiga ilk qadamlar 2017-yil u o'zining viloyatdagi mahallasida, kvartirasida qo'shnilari bilan o'tirib, gaplashib o'tirganda orada futbol haqida gap ketdi. To'g'ri, hammamiz futbolga qiziqamiz, lekin bu inson sportga, futbolga qiziqishi uncha katta bo'lmagan. Qo'shnilardan bittasi futbol haqida gap ketganda, bugun zo'r o'yin bor ekan, bugun shu o'yinga pul tiksak yutamiz degan gaplar bo'ladi. Bu gaplarni odam qiziqib so'raydi, u inson qiziqadi. Qanaqa pul tikasizlar, nima bo'ladi? Bugun mana shu o'yinga 1 million tiksak, shu jamoa yutsa 400 ming, 1 million 400 qilib yutamiz, 400 ming so'm yutamiz. 2 soat ichida 400 ming so'm yutamiz degan gaplar bo'ladi. Orada qo'shnilar bilan yig'ilib, yana shu mavzular ko'tariladi va u inson shu ilk bor qimor tuzog'iga ilinadi va bu o'yinga kiradi. To'g'ri, boshida 100 ming, 200 ming so'm, 500 ming so'm o'ynaladi. Bu hech qancha ahamiyatga ega emas, chunki 15-16 million maoshga ega vrachning qo'shimcha daromadlari bo'lgan. Bora-bora bu 200-300 ming so'mlar katta summalarga aylanib pul tikishla boshlanadi. Va qimor olamiga qaramlik shu joydan boshlanib ketadi. To'g'ri, u paytlar qarzdorlik botqoqiga kirmagan, faqat o'ynab, yutqizib, yutib yurilgan. Bu qimor qaramligi shu daraja bizning miyamizga kirib ketadiki, o'y xayolimizni olib qo'yadi. Kerak bo'lsa, biz o'z farzandimizga, o'z oilamizga, o'z ota-onamizga qaramay ham qo'yamiz. Faqat miyamiz shu o'yin ichida bo'lgandan keyin atrof muhitga, munosabatga ahamiyat bermay qo'yar ekanmiz. Bu insonning eng katta xatolaridan bittasi 2025-yil yanvar oyiga kelib boshlanadi. Chunki u inson
yaxshi niyatda viloyatdan yana kvartira sotib olaman deb 130 million pul yig'gan bo'ladi. To'g'ri, hozirgi kunda 130 millionga kvartira sotib olib bo'lmaydi. Kamida 300-350 million pul kerak bo'ladi. U inson bankka murojaat qiladi. Uy olish maqsadida kredit olishini bildiradi. Bank o'zining takliflarini beradi. Bu takliflar bu insonga yoqmaydi. Chunki 10 yil ichida bankka 150 million pul oladigan bo'lsa, 500 million qilib qaytarib berish kerakli shartlarini bank tushuntirishadi. Bu inson nima qiladi? Bu taklifni rad qilib, ilk bor qo'lidagi 130 millionni o'y xayolidan o'tkazadi. Men oldin yutganman, pul tikib yutganman. Shu 130 millionni hozir o'z hisobimga qo'ysam, katta summa qilib olib, qarsiz uy olaman degan ma'noda birinchi marta o'z hisobiga 130 millionni qo'yadi va qimor o'ynashni boshlaydi. Tushunmas, pullar tikadi, stavkalar o'xshamaydi, yana tikadi. 2 soat ichiga borib bu qimorda yutqiziladi shu pul. Inson yutqizgandan keyin, qimor olamida yurgan inson yutqizgandan keyin nima qilishni boshlaydi? Bu qimor ichida yurgan siz, men bu narsani yaxshi bilamiz. Shu pulni qaytarib olaman, yutaman degan ma'noda yana pul izlashni boshlaymiz. Bu inson prosentchilardan, penyachilardan 5000 dollar pul oladi. Qachon o'sha pulimni, yutqizgan pulimni joyiga qo'yaman degan ma'noda xato ketidan xato qilganini o'zi bilmay qoladi. Chunki shu 5000 dollar pul olingan pul ham 1 soatga bormasdan yutqiziladi. Oradan vaqtlar o'tadi. Endi bu yog'iga aldashlar, yolg'on gapirishlar boshlaydi. Hamkasblardan qarz oladi, u ham qimorga ketadi. Orada ota-onasi so'raydi farzanddan. Viloyatda kvartira olmoqchi eding, o'g'lim, nima bo'ldi? Ota-onaga yaqin insonlarni ham yolg'on gapirishni boshlaydi. U inson ota-onasiga tushuntiradi. Hozirgi kunda kvartira olmadim, biznesga pul tikkandim, bizneslarim o'xshamadi, qarzlarga kirib ketdim. O'sha qarzlarni vaqtida to'lamasam, meni qamab qo'yishadi degan ma'noda yolg'on gapiradi. Yolg'on gapirish bo'yicha, pul olish bo'yicha qimor ichidagi siz va men bir moshennik desa ham bo'ladi. Chunki bu qimor ichida yurgan odamlar aldash bo'yicha usta chempion desa ham bo'ladi. U ota-onasini rayonidagi hovlilardan bittasini sottirishga ko'ndiradi. Chunki hozir men qarzlarimni bermasam meni qamashadi degan ma'noda. Hovlini sotishga ko'ndirgandan keyin bu sotilgan hovlini pulini 2-3 kun ichida qimorga yutkazib yuboradi. Qancha tubanlikka kirgan, yutkazilgan pullarni biz o'y xayolimizda o'ylar ekanmiz, biz shu o'yin ichida yanada o'ynashni boshlaykanmiz. Bu shunaqa qimor tuzog'i ekanki, bundan faqatgina to'g'ri qaror qabul qilsa, o'yinni to'xtatsagina yutsa bo'lar ekan. Qahramonimiz 2-3 kun ichida yutkazilgan pulni yana joyiga qo'yishim kerak. Pul izlash yo'lini boshlaydi. Pul topmach viloyatdagi o'zining kvartirasini 35 ming dollarga sotadi. Bu sotilgan pul ham qimordan ketadi. Shu daraja u insonni qimor o'rab olganki, faqat o'y xayoli shu yutkazilgan pulni qaytaraman degan maqsadda u yana o'zini trekker mashinasini sotadi. Uni ham yutkazadi. Ikkinchi mashinasini ham sotadi, u ham ketadi. Oxirida o'z oilasi bilan yashab turgan kvartirasini sotishga majbur bo'ladi. Uni do'stiga sotadi 20 ming dollarga. Faqat bir hafta muhlat berishini so'raydi. Boshqa joyga ko'chish uchun yashab turamiz. Muddat yaqinlashgach mikroqarzlar olishni boshlaydi. 4 ta bankdan 100 millionga yaqin pul oladi. U ham qimorga ketadi. Hamkasblaridan pul oladi. U ham ketadi. Hammasi bitta joyga kelganda
u inson O'zbekistonni tark qilishga majbur bo'ladi. O'zbekistonni tark qilib ham boshqa yurtda turib ham xayoli o'yinda bo'ladi. Chunki yurtni almashtirgan bilan miyada faqat o'yin bo'ladi. Qimor yurt almashtirgan bilan u boshqa joyga ketib qolmaydi. Boshqa yurtda turib ham oshna og'aynidan pul oladi. Yutkiziladi qimorda. U davlatda turib ham mikroqarzlar, kreditlar oladi. Uni ham yutkizadi. Men shuni tushunib yetdimki, qimor ilmli insonni ham, iymonli insonni ham sindirar ekan. Kunlarning bir kuni qahramonimiz bu inson bu qimor qaramligidan, qimor tuzog'idan chiqish maqsadida ijtimoiy tarmoqlardan izlanishda boshlaydi. YouTube'lardan qidirishlarni boshlaydi. Qimordan qanday chiqsa bo'ladi, qimor qaramligidan qanaqa chiqsa bo'ladi. Tasodifan meni videolarimni ko'radi. Videolarimdan ko'rib qimor olamidan chiqqan insonlar bor ekan, ta'sirlanadi va izohlarda, kommentariyalarda yozadi menga. Biz aloqaga chiqamiz, gaplashamiz, maslahatlar so'raydi. Men o'zimdan o'tgan voqealarni, chunki bu inson aytgan voqealardan men ham bo'lgan, boshqa o'yinchilardan ham bo'lgan, qimor tuzog'idagi hamma insonlarda bo'lgan. Men o'zim maslahatlarimni berdim, gaplashdik. U inson o'z sahifangizda, kanalingizda meni yoriting, faqat sir saqlagan holda. Bu meni xatolarim kimgadir o'rnak bo'lsin. Bitta insonni ham qimor olamidan olib qolsa, men ham xursand bo'laman. degan ma'noda bu videoni men shu inson haqida gapirib bermoqdaman. Qimor o'ynayotganlar shuni bilsinki, siz o'ynayapsizmi, yutkazishing aniq. Aksincha to'xtatdingmi, sen g'olibsan. Bizani o'y xayolimiz faqat shu yutkazilgan pullarni qaytarib olaman deb, undan batariga qarzga kirishini va shu inson voqeasi o'zida bo'lib o'tgan kechinmalarini sizga gapirmoqdaman. Qarang, 4 oy ichida, yanvarda boshlangan bo'lsa, aprelgacha 4 oy ichida 5 ta xonadon, 2 ta mashina qimorga ketgan. Shu bitta xato deb pullarni qaytarib olaman, joyiga qo'yib qo'yaman degan ma'noda shu darajaga badqotlikka kirib ketgan. Men ushbu videomni qimor qaramligida yurgan insonlarga yoki shunaqa qimor qaramligidan aziyat chekayotgan insonlarning yaqinlariga tashlab qo'yishlaringizni, ulashishlaringizni so'rayman. To'g'ri, hozir to'g'ri xulosa qilmasa, buni oqibatlari katta bo'lishi mumkin. Vaqtida to'xtating, xulosa chiqaring. O'yindan chiqsa bo'ladi.